Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan chet davlatlardagi o'zbek va o'zbekistonliklar jamoat birlashmalari bilan hamkorlikda xorijdagi vatandoshlarimiz orqali tilimiz, madaniyatimiz, qadriyatlarimizni saqlash borasida turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ana shunday dasturlar doirasida Rossiya Federatsiyasi bo'ylab Navro'z bayrami tomoshalari tashkil qilinmoqda. Petropavlovsk, Kamchatka o'lkasidan muxbirimiz xabar beradi. Biz hozir Toshkentdan deyarli 9000 kilometr uzoqdagi Rossiya Federatsiyasining Petropavlovsk, Kamchatka hududidamiz. Bu yerda bugungi kunda 7000 dan ortiq o'zbekistonlik vatandoshlarimiz istiqomat qilmoqda. Mana ko'rib tursiz, bu yerda ob-havo anchagina sovuq. Ammo bugun ularning qalbidagi sog'inch, vatanga bo'lgan sog'inch va mehr bugun har qanday ob-havoni pisand qilmaydi. Bugun bu yerdagi vatandoshlarimiz mamlakatimizning e'tiborini va muhabbatini o'zlarida his qilmoqda. O'zbekiston nasmlari, o'zbek ohanglari bu ona yurtning sog'inchli salomi edi. Vatandoshlar jamoat fondi tomonidan tashkil qilingan Navro'z bayrami ushbu hududda yashovchi vatandoshlarimiz uchun ajoyib sovg'a bo'ldi. Chunki Toshkentdan kelgan hofizu sozandalarning bir-biridan go'zal ijrosini tinglagan har bir o'zbekistonlik bir on ona vataniga sayohat qildi. Buni ayrimlar MetaQuest yordamida ham amalga oshirdi. Bu yerda asosan birinchi navbatda O'zbekistonda, yangi O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar to'g'risida axborot berish, ma'lumot berish, shu bilan birgalikda bu vatandoshlarimizni barchasiga bugungi xorijdagi vatandoshlar bilan O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar bilan tanishtirish, vatandoshlar jamoat fondining loyihalari, tadbirlarini to'g'risida ma'lumot berish, bularni jamlash, jipslashtirish eng asosiy vazifalar bo'lib turibdi. Tadbir davomida vatandoshlar jamoat fondi tomonidan ushbu hududda tashkil qilingan Timur o'zbek va o'zbekistonliklar jamoasiga maxsus sovg'alar topshirildi. Unda ishtirok etgan kamchatkalik deputat chet davlatlardagi o'zbekistonliklarni qo'llab-quvvatlashga bo'lgan e'tiboriga juda katta baho berdi. Мы видим, что наши отношения динамично развиваются. Biz ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning har jabhada jadallik bilan rivojlanayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Buni savdo, madaniy aloqalar va boshqa yo'nalishlarda ham yaqqol ko'rish mumkin. Bizda bolalarni o'zbek tiliga o'qitadigan, O'zbekistonda esa rus tilini o'rgatadigan maktablar mavjud. Bu jihatdan o'quv maskanlari o'rtasida ham o'zaro almashinuvlar yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi hamda Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi munosabatlarning yuqori darajada ekanligini alohida e'tirof etish lozim. Mazkur bayram esa ana shunday o'zaro do'stlikning mahsuli albatta. Bayram tadbiri qalblarga yaqin kuy qo'shiqlar bilan davom etdi. Vatandoshlarimizning quvonchi bu gal boshqacha bo'ldi. Kamchatkada hal bunaqasi bo'lmaganda, xuddi o'zimiz vatanda yurgandek his qildik shuni. Uzoqda bo'lsak ham baribir ham O'zbekistonda yaxshi o'zgarishlar bor, eshitamiz, o'zimiz ham ko'ramiz, bolalarimiz ham aytib turadi. Yanada ham yaxshi bo'lishiga ishonamiz. Biz uzoqda bo'lsak ham baribir hamisha O'zbekiston bilan biz prezidentimizga alohida rahmat. Biz chetda musofirda yurganlarga alohida e'tibor qaratganligi uchun. Yo'llar uzoq bo'lsa ham yuraklarimiz yaqin. Yurak ona vatanimizni qo'msaydi. O'sha uchun barcha urf-odatlarimizni vatandoshlarimiz bilan birgalikda Kamchatka o'lkasida sumalak sayli, sumalak pishirish, halimlar pishirishni urf-odat qilib olganbizlar. Vatan tuyg'usi. Kamchatkadagi Navro'z bayrami 2 kun davom etdi. Konsert dasturlari shu yerdagi vatandoshlarimiz qalbiga unutilmas onlarni muhrladi. Bunday bayram tadbirlari Rossiyaning boshqa hududlarida ham davom etmoqda.